Bu uchastkamizga bitta yangi qora jentran pul ketgan. Siz qaysi birini tanlaysiz? Chiroyli xonadoningizni bezatish yoki qora jentranni ko'chalarga sayr qilish. Bu Hasanboydagi obyektimiz. Tokilariga Ko'ksaroydan, fasadlari Leonardodan foydalanib chiroyli ko'rinishga keltirib berganmiz. Butun xonadonlarni patkulish qilib tugatib berganmiz. Uyga hech narsa olib bermagan. Videomizni oxirigacha ko'ring, qisqacha tushuntirib o'taman narxlari va qilgan ishlarimiz haqida. Ko'p yillardan beri o'lmaydigan dizayn, mana shu kitobcha dizayn deb o'ylayman. Tokillarni kitobcha dizaynga qilganmiz, plyunslar ham qo'yib berganmiz. Paragonliklarni ham Ko'ksaroy toshimiz o'zidan qo'yib berganmiz. Romlarni chetidagi tegalarni ham qilib berganmiz. Fasadlari ham Leonardo dizayndan foydalanganmiz. Uyga, garajlariga kiraverish atkoslarini ham chiroyli tarolli qilib berganmiz. Ko'ksaroy toshimiz o'zidan. Bu yerga ketaman. Mana shu narsalarni o'ziga ishlatadi. Kompaniyani eslab, yozilgan. Bu 600 yillik fayzli xonadonini tugatishimiz uchun bizda 40 kun vaqt ketadi. Tokillariga shu ko'rinishdagi Ko'ksaroy dizaynimiz 550 ming so'm bir pagonometri, fasadlarning 1 kvadratini 120 ming so'mdan patkulish ikkalasini ham tugatib berdik. Bu videomizda 600 yillik uchastka qurib, nechta pul ketayotgan Sokil fasadiga deb yurgan tanishlarim borku, jo'natib qo'yaverasizlar. Sifatli va hamyonbop xizmatlarimiz bo'yicha nomerlarimizni qoldiraman. Usta tanlashga adashmanglar. Ha, like va podpiska bossangiz Instagramdan chiqmasin.